3. qism. Dilmurod Nadiraning sulg'un, soğuq ovozini anglab etib, o'zining mushu qiz bilan tanishib qolganligidan umr bo'yi suyunib o'tadiganligini, yana keyingi qismat sabablik umr bo'yi pushaymon ichida qoldiganligini his qiladi. Amsa, nimandoq gaplarni qilasiz? Deganlarimning hammasi rost. Nadiraning gapi uzildi. Orqadan uning ish-ichidan qiqilib yig'lashlari, o'ksib esadashlari anglandi. Nadiraning yig'isiga qo'shilib, nayta nurg'un qushlarning, bulutlarning yig'isimi tang anglandi. Uning yig'isini shaharning yuragi hasrat bilan anglavatdi. Nadira, nima bo'ldingiz hozir? Nadira yanfunni besivatdi. Derazning sirtidagi dunyo chiroyli qor bilan qoplangan edi. Dilmurod keyingi kunlarda mushu qor yoqqan chiroyli chorshanba kunni qo'rqinish bilan eslab yurdi. Shaharni oppoq qor qoplagan shu kuni Gulnigarning o'jirsining derazi oldiga kelib, oppoq qorga ko'milgan shaharga qarag'anicha, qordek oq kumush uzukni, qordek yiqimliq chiroyli so'ygini, qordek pokiz bir yuragining shirin suyishlarini aslab ko'ziga issiq yosh olganligini hech kim bilmaydi. Shaharni qor qoplagan shu kuni Dilmurod Nadiraga yana telefon qiladi. Telefondan yig'i aralash ovoz anglanadi. Bu Dilmurod Nadirani tunji qitim uchratgan, ammo hayalishmayla unutib ketgan simsim yomg'irliq kundan beri yarim yil keyingi qor yoqqan kun edi. Biz o'ladigan bo'ldik. Sadi nemish bo'ldi? Aydis. Dilmurodning quloqiga jahonning hamma yerdan olvasning chaqirgan ovozi anglanadi. Shahar shu qadar tinch. Hayotning suzuq qo'llari hamma yerda yaxshilik ham poklik tortib yurgan shu kunda ishki yurak mijilib ketadi. Dilmurod Sajidani yarim yo'ldan qaytarib etdi. U shu chaqda keyingi qo'rqinchli taqdiri haqida hech nima bilmaydi. Aydis haqida hech nima bilmaydi. Aydis haqida ilgari mundaqla bir gaplarni anglagan. Ammo shundoq bir kunda Aydisning o'zi bilan aloqador ekanligini, o'z vujudining Aydis bilan yo'qimlanib qolganligini anglab qilishni o'ylabmi baxmagan edi. U o'zining Sajida degan bu ayolga qandoqcha bog'lanib qolganligini o'ylashni xohlamaydi. O'zini shahardagi eng razil odam deb o'ylaganlarida Sajida yodiga kelib oladi. Dilmurod Sajidani yo'lga selaytib, mashinada yolg'iz o'ltirib, qandoqdir bir narsaning kamligini, nihoyat muhim bir narsaning o'zidan yiroqlab ketganligini sezdi. U mushu damlardan beri yarim yil o'tgandan keyin o'zining sharmanda o'limining quchqiga tushadiganligini bilmaydi. Dilmurod boya qo'lga tushirgan nomerni yanfoniga kirgizib, inglizcha harflar bilan Gulnigar degan ismni yozib saqlab oldi. Salqin shamol uning sochlarini yenik yalpitatdi. Bu Gulnigar Sardardan Cho'lpon degan ayolning o'zidan nari ortiqligini so'rashdan 2 oy ilgari bir tushdan keyin edi. Shu damda shaharning tarqovchilarining biridagi maynat qovoqda o'ltirgan Shokir g'arq masbub ketgan edi. Nurg'un yillardan beri xotinining o'ziga pak takkinidan, Gulpiya ismli qizning o'z pushti ishkanligidan gumonlanib, qiynalib kelgan bu odam arzon baholiq oqaroqning hasratlik hidi bilan to'xu qurdiqining g'alayt puruqini sezginicha shodamon ulfatlari orasida o'ltiratdi. Mushundaq chaqlarda uning ko'nglidagi bek ko'na, ammo mazmut g'ashliklari to'zg'aqdek chuvilib chiqishga boshlaydi. Bu sharmanda xotin meni bosaq qildi. Shokir g'arq mas bo'lib ketganda tanho ketib etib shundoq deydi. Uning yig'lig'isi keladi. Ammo shuncha yillardan beri mushu ko'ngil azori sababli bir qitimmi yig'lab baxmadi. Ishik chekilgandek qildi. Boya palampaydan anglangan tunish qadam ovozdan Shokirning qaytib kelganligini bilgan Roziyaning qo'shimlari turildi. Tazliq uyidan kir alg'uning gurildishi anglanib turadi.
jimliqqa o'xshaydigan, yana tamoman o'xshabmi ketmaydigan kayfiyat buzilish oldida turadi. Eshik ochildi. Ko'nirgan temir eshikning quluplarining sharaqlashlari birinchi bo'lib jimliqqa o'xshamaydigan jimliqni buzdi. Raziya eshikning yipilgandagi, ochilgandagi ovozni bak uzoqdan buyon anglab kelgandek, bu ovoz o'zining taqdir qimmatining ovozidek his qilib qoladi. Men keldim. Shokirning egiz-pas ovozidan uning g'arq mas bo'lganligini bilgan Raziya yerib ketgandek tartib qo'ydi. Yuragiga ko'na tonish bir vahima yamirdi. Choy ichamsiz? Raziya Shokirning oldiga boraymi, bormaymi degandek tamtirab qoldi. Shokirning ko'zlari qizarib ketgan, quyuq qoshlari salpiyib qolgan. Maylashib turgan yuz terisi chiroq nurida g'alit paqirab ketgan. Goh qordek, goh qizildek. Shokirning ko'zlari qiyirib ketgan edi. Qizarib turgan ko'zlaridan bekli tez qiyirib ketgandek tuyg'u bilinib turadi. Nima dedim? Shokir daldangishib ketdi. Uning daldangishlari, laylashlari Raziyaga tonish edi. U mushundaq daldangishib yurgili bek uzoq bo'lgan edi. Raziya o'zini tug'ilgandan boshlab tushlarida, xiyollarida mushundaq birsining laylab yurganligini ko'rib cho'ng bo'lgandek ta'siratga kelib qoladiganligini kimdir birsiga so'zlab berishi mumkin. Shokirning yiqilib tushadigandak laylashlari, injiqlagandek ovozi Raziyaning ko'ziga, quloqiga singishib ketgan edi. Uning mas bo'lgandan keyingi daldangishlari bilan quruq ham ochiq ovozi mangu o'zgarmaydigandek edi. Shokirdan kelayotgan to'xu qurdiqining edimi mangu o'zgarmaydigandek edi. Raziya nurg'un ayollarga o'xshash pushaymon ilkida mushu kunga ulashdi. Choy ichamsiz davatman. Shokirning shapkisining kirlashib qolganligini ko'rib, Raziyaning ko'ngli bir qismi bo'lib qoldi. Shokir odatda do'ppi kiyishni ancha yoqtirib ketmaydi. Bir kiyimni bir kiyib olsa, osonlikcha yengishligini unumaydi. Sen demligan choyni ichgani bo'lamda. Ha? Nima? Raziya uzoqdan buyon davomlashib kelgan, yana uzoqcha davomlashadigan ko'ni jidalning boshlanish oldida turayotganligini sezib turadi. Sen paskina meni dök ko'rib, savozsiz ko'rib, kallasi ishlamaydi deb bo'za qilyapsa, shundaqmi? Gaqila? Yo'q, dedi Raziya. Uning ovozi o'zining ovoziga o'xshamaydiganroq chiqdi. Bugungi jidal tez tugamaydigandek qiladi. Degina, burun kim bilan buzoqchilik qilgan eding? Degina, Abdurahmon degan eshak bilanmi? Raziya buningdan burunqiga o'xshashla titrab ketdi. Ko'z oldidagi jimiy tuyg'ulari goh qizilga, goh qariga bo'ylab turadi. Zuvaningga o't kessin sen hayvonning. Sen mushu gapni mendan so'rayotgani shuncha yil bo'ldi. 10 ming qaytam, 100 ming qaytam so'rab bo'lding. Nima tugamagan gap bu? Shokir kekirdi. Aroq bilan to'xu qo'rdiqining edi uyga asta yeyildi. Gulbiya mening qizim emas. Men bilaman. Hammani bilaman. Og'zingni yum. Gulbiya mening balam emas. Sen xalqning balasini balam demayman. U degan aramdan bo'lgan, aramdan. Meni nima desang-da, ammo qizimizga til tekkizma, hayvon. U sening o'z pushting. Meni aldayman dema. Endi aldayamaysa aldanmayman. Sana aldanavermayman. Gulbiya mening qizim emas. Sen buzoqchilik qilib yurib topgan. Degina, uning dadisi Sadik kim? Mana rastani et bo'lmasa seni bo'g'ib o'ltirdim. Qarang'u jilg'ilarda yolg'iz qolganda ushtumtut, bo'ri hovlisa yoki quloq to'mizdili iyiq degandek hayvonlarning issiq ham mudhish tiniqi anglanib qolsa qo'rqib ketamiz. Ba'zida yo'riq o'yladimmi, yirqushlarning sesiq ham qabih tiniqi anglanib qoladi. Seni o'ltirdim, meni xo'rlading, sha'nimni bulg'iding, bo'g'ib o'ltirman seni. Raziya so'g'uq bir havoning ish bag'rini muziltib o'tganligini sezdi.
Bo'lsa shundoq qil, meni o'ltirvat. Shundoq qilsang sendan qutulaman. Shokir kekirdi. Raziya ko'zini yumib tin tatmay turdi. Sen zadi shundoq qilganmi yo'q? Shokirning Raziyaga shiltigan qo'li pastga tushib ketdi. Yo'q, qilmagan. Yalg'a aytma. Sen paskini shundoq osal ishni qilgan. Yo'q, men unda qilmagan. Sen cho'qim shundoq qilgan. Shokirning go'shlik lavlari pastga sangilab, ko'zlari yumilib ketib-atdi. Raziya ochiq bir sezimdan xudini yo'qotgandek bo'ldi. Raziya Shokirning o'ziga bir yerginish bilan tikilgan ko'ziga maqtaq qadilib vaqiradi. Ovozi chini chiqilgandek ovozga o'xshab ketdi. Qilmadim desam, unimiding. Qilgan deb turvasan, amisi bo'pti. Men shunday qilgan gaping bormi? Sen shunday qilgan. Shokir mushtumini pulanglatib oldiga devayladi. Rost deding, men shunday qilgan. Raziya nima davatganligini bilmaydigandek qiladi. O paskini qanjoq? Sen bu uyga aramdan bola ko'tirib kelgan. Raziya chochlarini qamallab keyniga sho'xshib, o'zini sapaga tashildi. Ondan jon-jahli bilan yig'i aralash vaqirdi. Men shunday qilgan, bir qitim emas, 10-20 qitim shunday qilgan. Shunday qilgan, endi bo'ldimi? Endi ko'nglim tindimi? La'natli damlar sathi qildab o'tib boradi. Mushu chaqda mushu gaplarni anglab o'ltirib, necha yerdan pora bo'lib ketgan bir yurakning zidisidan oqqan qonni hech kim ko'madi. Gulpiya kichikidan boshlab dadisi bilan onasi urushib qolgan damlarda nimalarni deydiganligini anglab ko'nib qolgan edi. U hatto dadisi bilan onasining urib qilishini ta'ma qiladigan, o'zining haramdan bo'lgan bola ekanligini yana eg'iziga ilishib urushni orzu qiladigan bo'lib qolganda qiladi. Bu xil arzuni o'zimi boshqalarmi tushunmaydi. Mana endi rasga qildim. Gulpiya degan haramdan bo'lganni bu uydan yo'qotdi. Ya bo'lmasa sen o'zing yo'qol. Bo'linayotgan ishlardan, deyilayotgan gaplardan ruhi qanab ketgan Gulpiyaga oy ham yulduzlardan qora nur tarqalayotgandek tuyuladi. Gulpiya mushu kunlardan keyingi kunlarni tasavvur qilolmaydi. Ammo ilgirki hasratlik damlari ha deganda az xiyolni malaman qiladi. Aradan bir mezgil o'tib, Baratning maydasiga yuzini yiqib yotgan chaqda onasining yig'lashlarini yodiga oladi. Shu chaqdagi vaqtning qizitilgan to'mirni suvga tiqqanda chiqadigan oqush ho'rdak bir holda yurakini yiqimsizlab o'tganligini eslaydi. O'zining bu uydan qochib ketmoqchi bo'lganligini, Anvar bilan birga ketishni orzu qilganligini unutib ketadi. Buningdan 10 yil burun, balkim 11 yil burun bo'lishi kerak. Bir kuni tushdan keyin g'arqmas bo'lgan Shokir Raziya bilan xuddi bugunkidekla emas, keyingi kunlarda bek to'li takrorlanadiganiga o'xshash jidallashdi. Jidal avjiga chiqdi. Shu kuni Shokir gapini tugitib, daldangishiginicha to'rdagi uyga kirib ketdi. O chaqlarda ular bir tar ko'chadagi derazalari kichik ham pakar uyda o'ltiradi. 8 yoshli Gulpiya eshikning kaynida edi. Dadasi uyga kirib ketgandan keyin Gulpiya ushuk tortayotgan onasining yiniga keldi. Ana! Raziya qizini quchqiga elib bag'riga bosdi. Sirtda kimberlarning tekstini ufqila bo'lmaydigan naqsa anglanib qoladi. O'g'ziga bir narsa tushgandek bir shaba bo'lib, atrof yana jimliqqa g'arq bo'lib ketdi. Ana, men rostila haramdan bo'lganmi? Ba'zi savollar uzilmas o't zanjirdek kishining ruhini mahkam qamab, nafas oldirmaydi. Nima? Raziya vaqirvatdi. O'zining ovozi o'ziga nashtar bo'lib sanchildi. Ushkariz chaqqandek sezim vujudiga ochiq og'riq bo'lib taraldi. Gulpiyaning bir narsadan qo'qqandek ovozi tiqiyadan serilib tushayotgan quram tashdek Raziyaning ko'nglini azobliq mejishga boshladi. Gulpiyaning qora ham chiroyli ko'zlaridan kishi ko'nglini pora qiladigan vahima ham bechorlik parqirab turadi. Shu kuni tushdagi ishlar Gulpiyaning o'tgan kunlarini, hozir